do'stlar, propan qo'ysalar ham mana shunaqa qilib margat qilib yo'l ham so'raverasiz. 100 dan oshiq tezlik qaytarib o'tamiz. 3lik motorga 3-paketni uстановка qilib berdik. Mana kulchatillar. Aka, xolis gapiring, benzindan farqladingizmi yo'qmi? Farqi yo'q, benzin. Birda-ya? Bir xili. Qaytar. Aha, kelish tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman, kelinglar, yaxshi ekan, arzon, sifatli, hammasi. Cho'tka. Akalar, bu xolis gap, hech kimni tayyorlang gapiring deganimiz yo'q. O'zlari aytdilar, ukam benzin bilan bir xil dedi. Biz qaytarib o'tamiz. Har qanday turdagi avtomobillarga sifatli holatda propan va metan uстановка qilib beramiz. Ko'pchilik 3-paketga negativ aytadi, ya'ni yo'q, 3ta yaxshi yurmaydi, siltab qoladi, paqillaydi, boshqa qiladi deydi. Yo'q. Albatta, 4+ yaxshi. Lekin unda benzin aralashtirib yoqadi. 3-paketda ham benzinni aralashtirmasdan yoqadigan qilib, o'zida cho'tki qilib uстановка qilib beramiz. Siz faqatgina tanlovni to'g'ri qilsangiz bo'ldi. Qaytarib o'tamiz. Siz ming eng qimmat zapchast bilan yig'sangizda, ustani tanlovini, qilinadigan uстановкani zavodskiy qilmaydigan bo'lsangiz, sizning mashinangiz hech qachon yaxshi yurmaydi. Keling, kafolatni uстановка qilib beramiz. Ko'pchilik mana sariq chekka ham negativ bildiradi. Xohlasangiz shunisi programma ham qilib beramiz. Bu programmasi alohida bo'ladi. Captivachilarga bu videoni maxsus yuborib qo'ying. Bu 3-paketga tushmaydi deganlarga maxsus video obzor. Har birini ideal holatda propan uстановка qilib beramiz sizlarga. 24 ga 7 Sirdaryo metan gaz.